2400 dollar sarflandi mana shu Damazimizga. Bugungi obzorimiz sal boshqacharoq bo'ladi. Qilingan xizmatlarni hammasini narxigacha aytamiz. Videomizni oxirigacha ko'ring va Damaz tanishlaringizga borib, Instagramimizga obuna bo'lib qo'ying. 50 dollarga Avtoglassdan gerbli laboy qo'yilgan. Ichkari ko'rinmasdan turadi, qarang. Bu standartga javob bermaydiki, gayi qo'ymaydi, boshi qotira desangiz, mana isboti bilan ko'rsatib berganmiz. 72% yorug'lik o'tkazadi, ya'ni standartga javob beradigan laboy. 200 dollarga shumka qilindi. Damazni tashqi ko'rinishni eng ochadigan narsa mana shu nakleykalarni ham o'zimiz yopishtirib berdik. Tonirovka ruxsatnoma 250 dollarga oldik va tonirovkani o'zini 50 dollarga urib berganmiz. Va albatta Samarqand diska balon, Karmetal bilasizlar, 300 dollarga diska va balon qo'yilgan. Bu pultimiz narxini oxirida aytaman, lekin siz uchun juda ham kerakli narsa, sababi ertalab shoshilyapsiz, mashinani qizdirishga ancha vaqt ketadi. Shuning uchun pult bosib turasiz aka, ertalab turib, uyda turib yotib olib, mana pultingizdan bemalol yurg'izasiz. Ertalab chiqqaningizcha mashinangiz qizib turgan bo'ladi. Ana endi salonni sizlarga ko'rsataman. Faqatgina ko'rishdan oldin bitta like bosib qo'yasiz. Mana salon akalar. Polniy salonimizni qora rangga o'zgartirib berganmiz. Salonni pereteshka xizmatlari 400 dollarga tushdi. Polniy chexollari ko'rishingiz mumkin. 800 dollarlik narsalar qo'yildi mana shu mashinamizga. Elektrik xizmati esa 180 dollar bo'ldi. 800 dollar ichida torpeda olindi, monitor olindi, rul olindi, Malibu bar olingan. Polik ham o'sha 800 dollarda ichida, pultlarimiz ham albatta 800 dollarda ichiga kirib ketyapti. Tablomiz o'zgartirilgan, tabloni o'zgachasi qo'yilganligi. Video registrator va akustikasini o'ziga taxminan 300-350 dollar sarflandi. Yana bitta eng yaxshi narsalardan bittasi qulaylik. Stiklopodiyomliklar ham ustanovka qilib berganmiz. Yaqinda yangi Damaz olaman, qanaqa navorotlar qilishni bilmay yurgan bo'lsangiz, 2400 dollarga xuddi shunaqa navorotlar qilsangiz bo'ladi. Nomerni aytmadim-ku. Nomer 7 millionga taqilgan ekan. Shunda taxminan bir 2800-2900 dollarlar chiqyapti.